أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Ebul Barakat En-Nesefi rahimahullah yazgan Medalikut Tenzil ve Hakaikut Te'vil namlıq bu tefsir kitabının Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresindeki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyen kavliga kelip to'xtagan edik. Bugün Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinden başlayımız. Musannif rahimahullah deydi ki اَلَّذ۪ينَ yani اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب'teki اَلَّذ۪ينَ diyen isim mevsul fi mevdi'i raf'in yani raf'inin ornunda deydi. Yani mahalluhu er-raf demekçi. Raf'inin ornunda dese yani demek bunu mubtada ya ki haber demekçimdir. Raf'in ornunda dediğini yani ya mubtada ya ki haber demekçi. Ev nasbun alel medhi ya ki medhi gibi binaen nasbudur. Bunun ornu medih yani maktaşka medihleşki binaen nasbudur. Mensup yani zivar da kolayımız yani uçakta bunu hal ya ki mef'ul demekçi, mef'ulun bih demekçi uçakta. Yani biz gibi hiçbir demde. Yani ay humul ledine yu'minun. Eğer bununki gramatiklik ornunu peş desek, ref'e desek, yani merfu desek, uçakta bununki takdiri ne oldu? Takdiri humul ledine yu'minun diyen oldu. Yani demek bir yerde bu bir yerdeki ellezine ne demekçe? Haberu mubtedain mahzuf. Yani hazb kılıngan mubtedanın haberi. Hum diyen yani. Ey humul ledine yu'minun. Humul ledine yu'minun bil gayb diyen oldu. Uçakta mahallesi ref deyimiz. Emdi ya ki ev a'ni ellezine yu'minun. Demek ki bir yerde bunun mahallesi nasb desek yani zivar. Bunun mahallesi nasb desek uçakta yani a'ni diyen av alel medih dedik o alel medih binaen yani memanesi uçakta ev a'ni ellezine yu'minun diyen oldu memanesi deydi. Ve üç xil ma'ni talayımız. Yani medih binaen zivar kulsuzluğunda üç xil a'ni deyiş gerek, deyiş mücaiz. Yani ellezine yu'minun ya ki ahussul ledine yu'minun desin buludu. Ya ki emdehul ledine yu'minun desin buludu. Emdehu. Diyen üç xil şekilde deyiş dururuz. Hem de bunun faydası ne dese bucakta başta bir sıfat Allah Teala bir sıfat deyip geldi o. Onun yeniden emdehul ledine yani ledine diyen medih ki esasen zivar kuludu. Bu başka sıfatlardan mı alaydı bir sıfat gelikini bildirdi. Ma sıfat başka sıfat. Bulat mı muş sıfat en yaxşı sıfatı en halkılık sıfatı muş o diyen ayrımlık mı haslık mı medih yani gösteriyor. Başkasını mı anlarsın? Mesela hem de meşedik yani lezine yu'minun desek uçakta elif lam mim zalikel kitabu la reybe fih huden lil muttakin. Bu kitap muttakilerge hidayettir depolap onun için ellezine yu'minun yani demekçi yani men demekçi ki gayb iman etkallan demekçi men muttakiler gayb iman etkallan demekçi diye bu demeniz. Eğer ahusu yani bulup mu muttaki hidayettir depolap bulup mu gayb iman etkallan hidayettir diye mani çıkılır. Şundan. Hem de ev huve mubteda'un ve haberuhu ulaike ala huden. Mahallesi ref diyendeki yeni bir tevcihi hem de var. Yeni bir vecihi. Ya ki bu ellezine mubtada bu ellezine'nin haberi olsa ulaike ala huden. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun diyen ayet aşıpatının en ahirdeki şu ayet deme
xabar onun beşideki sıfatlarning hammasi mubtada birinchiga ikkinchiga deb yo'lab oxiridagi hammasining xabari nima bo'ladi? Shu ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun bo'ladi. Ma 3-xil vajh hamda. Aw jarrun ala annahu sifatun lil muttaqin. Yani mahallisi nima ya rafi' emas yoki buniki mahallisi nasb emas, balki buning mahallisi yana bir xil 4-xil yo'l hamda mahallisi jar. Mahallisi jar. Jar deymiz, yani zir deymiz. Zirning o'rnida. Yani xuddi allazina yu'minuna nima deymiz? Nima uchida? Hudal lil muttaqin al mu'minin. Deb taqdir. Hudal lil muttaqin al mu'minin degan bo'ldi. Mu'minina bil g'ayb deb. Taqdir. Yani buni nima deymiz buni? Zir deymiz mahallasini. Aw jarrun ala nimaga binoan zir desa ala annahu sifatun lil muttaqin. Yani muttaqilarniki muttaqi Alloh taolaning muttaqin degan so'zining sifati bo'lishiga asosan sifati deb zir o'qiladi. Meniki ra'yimda shuni eng munosib deb qarayman. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb degan muttaqinlikka sifati bo'lishi eng munosib ma'no deb o'ylayman. Endi bizda sifat deb bir gap chiqib qoldi, sifat. Sifat degan asos jihatdan ikki xil ma'noda keladi. Biri sifat kashifa. Sifat kashifa degan gap bas shu sifatniki ma'nosini bizga uchuqlab aytib beradi, bayon qilib beradi. Sifatning ma'nosini bizga uchuqlab beradi, yishib beradi. Bu sifatning ma'nosi bunda degan bo'ladi. Yani mevsuf. Mevsufni nima bayon qilib beradi. Yani biri sifa idafiye. Sifa idafiye deymiz. Bu sifatniki nima mevsufniki ma'nosini mevsufning ma'nosiga qo'shimcha bir ma'noni beradi. Boshqa bir ma'noni. Mevsufning ma'nosi boshqa, u yana uning ustiga boshqa bir ma'noni beradi. Buni deb ataladi o sifa idafiye. Ma birincisi nima sifa kashifa. Bu mevsuf mujmalning o'rnida, mubhamning o'rnida mevsuf. Buni nima qilib beradi? Sifatlab kashf qilib echib bizga bayon qilib beradi. Hamda musannif rahmat deydi-ku va hiya adavani sifat desak, sifat degan ma vajhga asosan sifatun validatun bayanan va kashfan lil muttaqin. Va hiya sifatun validatun bayanan va kashfan lil muttaqin. Yani bu şu biyadik allazina yu'minuna degan bu oyat sifatun validatun degan muttaqilarni Allah taolaning muttaqi degan so'zni aytish uchun, bayon qilish uchun, bayon qilib berish uchun. Belki bayonan maf'ulun lah hamda. Yani bayon qilib berish uchun valid bo'lgan, kelgan bir sifatdir. Va hiya. Yani bu sifat bo'lsa qanday sifat? Sifatul muttaqinsa va hiya deganga ma sifat kanatma. Bu sifat muttaqilarni bayon qilib berish uchun va kashf qilib etish uchun kelgan bir sifatdir. Ka qavlika masalan. Seniki Zaydunil faqihu al muhaqqiq degan qavlga o'xshash. Bu yerda Zaydun al faqih degan sifat o'dima. Al muhaqqiq degan nima deb ataladi? Sifa kashifa deb ataladi. Zaydun mavsuf, al faqihu sifa, al muhaqqiqu ikkinchi sifat. Lekin bu ikkinchi sifat birinchi sifatning birinchi sifatning boshqa ma'no beramdi yoki birinchi sifatni uchuqlab beramdi, bayon qilib beramdi desa, birinchi sifatni nima qilib beradi? Bayon qilib beradigan sifat. Bu sifat birinchi sifatni bayon qilib beradigan sifat. Masalan, Zayd faqih. Zaydning faqih degan bo'ldik bu sifat. Faqih. Uni keyin faqih degan ham muhaqqiq bo'ladi, g'ayr muhaqqiq ham bo'ladi. Hammasi faqih bo'lganning hammasi muhaqqiq bo'lmaydi. Ana muhaqqiq bo'lgandan keyin Zaydniki faqihning muhaqqiq ekanligini bildik. Lekin bundan boshqa kishilar muhaqqiq emas degan ma'no chiqmaydi. Faqatlam shu Zayd degan kishining muhaqqiq faqih ekanligini tushundik. Mana shunda aytamiz, muhaqqiq degan so'z sifa kashifa. Tushundingmi?
bir narsa sifatlanadi. Asl muttaqi degan o'zi sifat. Muttaqi degan to'g'ri yo'ldagilarning sifati. Muttaqi degan sifatni nisbatligini nima deb ataladi? Sifat sifatlansa kashifa deb ataladi. Endi qo'sh nima uchun bu sifat kashifa deysiz buni desa, lishtimaliha ala ma ussisat alayhi halul muttaqin min al-iman alladhi huwa asasul hasanat. Ya'ni yaxshiliklarning asosiy manbasi bo'lgan iymonning muttaqilarning holi uning ustiga qurilgan. Ya'ni bu sifat yaxshiliklarning manbasi bo'lgan iymonni muttaqilarning holi uning ustiga qurilgan narsani ustiga olganlik uchun. Ya'ni bu sifat yaxshiliklarning asosiy manbasi bo'lgan iymondan iborat muttaqilarning ahvoli uning ustiga qurilgan narsani o'z ichiga olganlik uchun. Demak, cho'g'ini ya'ni nima uchun buni sifa kashifa dedingiz? Buni kim desa, chunki yaxshilikning eng asosiy manbasi nima? Iymon. Iymon degan aslul iymon butun yaxshiliklarniki asosi. Butun aslul iymondan ham islom, ihson, bütün yaxshiliklar hammasi iymonniki kamolul iymon hammasi, shu'abul iymon hammasi shu asosil iymondan nima qilib chiqadi? Unib chiqadi, ko'payadi. Shunda bo'lganlik uchun bu yerda musannif rahimahulloh buni sifa kashifa deb qo'ydi. Mushu bütün muttaqilarning ahvoli nima uchun muttaqilar nima uchun muttaqi bo'lgan? Shu iymoni bo'lganlik uchun muttaqi bo'lgan. Iymondan iborat barliq yaxshilikning asosiy manbasi o'shuning qalbida o'rlashganlik uchun uni muttaqi bo'lgan. Uchakski qalbida iymoni yo'q, taqvolik qatqash yo'q. Avval iymon bo'ladi, undan keyin taqvolik bo'ladi. Taqvolik degan ya'ni amallar bilan bo'ladi. Ya'ni kamolul iymon, avval iymon bo'ladi, undan keyin kamolul iymon bo'ladi. Shu sababdan buni sifa kashifa deb musannif rahimahulloh muttaqining sifatini iymon deb qo'yishga sabab nima? Yu'minuna bil g'ayb, mu'minuna bil g'ayb degan muttaqining sifatini deyishga sabab chunki shu g'aybga ishonish nimaning butun yaxshi amalning nimasi asosiy manbasi, boshqalisi. G'aybga ishonish, ya'ni iymon barliq amallarning boshqalisi bo'lg'achqa va shu yaxshi amallar degan muttaqilikning nima dalili bo'lg'achqa, yaxshi amallar a'malus solihat dalilu taqvo. Odam taqvo bo'lganda yaxshi amal qiladi. Buni demak asli bilan kashf sifatladi. Muttaqi degan nima desa, ya'ni g'aybga iymon etganlar deb asli sifatlab qo'yganlar. Xo'sh. Endi bu yerda musannif deydiki vas-salatu vas-sadaqat, endi yangi bir ma'no. Endi biz nima uchun muttaqilarniki sifatida birinchida iymonni keltirganlikni, g'ayb qilmani keltirganini tushundik. Chunki iymon degan aslu as-solihat, aslul hasanat, asosul hasanat kelganini bildik. Shu sababdan iymonni birinchi muttaqining sifati dedi. Ikkinchi hamda namozlar bu yerda yuqimunas-solata va mimma razaqnahum yunfiqun deb sadaqa bilan namozni keltirib qo'ydi. Shunchalik. Biz yaxshi amallar degan adadsiz ko'p. Yaxshi amal degan faqat namoz, sadaqa qilib amal emas. Buni boshqa nurg'ulg'an ibodatlar va boshqa. Ro'za bor masalan. Nimishqu ibodatdan tilqamay faqat namoz bilan sadaqa bilan tilga oldi. Buning sababi nima? Desa, da'vatidagi vas-salatu vas-sadaqatu fahuma. Namoz va sadaqatni shu muttaqilarning sifat qilib keltirishidagi sabab bo'lsa, fa sababiyya. Shuning uchundirki, huma degan namoz bilan sadaqa qilishkisi badaniy va moliy ibodatdir. Ya'ni namoz degan ibodatlar 3 xilga bo'linadi. Biri ibodat nima? Qalbiyya. Ya'ni ikkinchisi ibodat badaniyya, uchinchisi ibodat maliyya. Alloh taolo cho'ng jihatdan 3 tani unvon qilib hamma amalni so'zlagan bo'ldi. Ya'ni ibodat qalbiyaga iymonni keltirdi.
Muttaqin nisbati. İkincisi ibadat bedeniyege namaz keltirdi. İbadat maliyege çoğu zakatni keltirdi. Demek ibadet degan ya ibadat kalbi buludu, ya ibadat bedeni buludu, ya ki ibadat mali buludu. Bu üçtün tashqari ibadat yok. Demek Allah Teala hemmisini keltirgan bo'ldi. Demek Qur'on kelgan nima? Qisqacha so'z. Uzun so'z emas. Qisqa so'zdan nurg'ulg'an ma'no chiqadi. Ma'no chiqarlik uchun Alloh taolo 3 xil ibodatni, ibodat qalbiy ibodat, badaniy ibodat, mali ibodat 3ni bayon qilgandan keyin shuni qatoriga ketadi. Hammasi shuni ichiga kirib ketadi degan gap. Mehmet Musannif deydiki, fahuma namoz bilan sadaqa bo'lsa, badaniy va mali ibodatdir. Va huma bu ikkisi namoz bilan sadaqa al-iyaru ala ghayrihima degan namoz bilan sadaqadan boshqasiga o'lchamdir. Iyar degan o'lcham, miqyos degan gap yani. Hammasiga boshqasi qiyos qilinadi. Ya'ni badaniy ibodatlarga namoz qiyos qilinadi. Badaniy ibodatlar namozga qiyos qilinadi. Mali ibodatlar zakotga qiyos qilinadi. Shuni hammasi shuni chiqarib ketaveradi. Ahla tara qaramamsan. Anna Nabiy alayhisalom samma salat imadeddin. Peygamber sallam namozni dinning tugruki deb atganlikka qaramamsan. Ve cealel fasile beynel islami vel kufri terkus salah. Terkus salah. İslam bilen küfrünün arasındaki fasilni namozni terk etish qilganligini bilmamsan. Ve semme zekata qantaratel islam. Zakatni İslamning kövriki deb atganligini bilmamsan. Demek çoğunu. Namaz degan dinning tugruki degan gap İslam dininde 5 tane rukun var. 5 rukun var. Hammasi muhim. Lekin nemishqa namozni keltirdi desa, namoz degan badaniy ibodatlarniki eng nima boshqalisi, miqyos, o'lcham. Ana uni keyin Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Namoz İslam bilan kufrning orasidagi fasil namoz dedi. Demek namazning ahamiyati demakchi. Uni keyin zakatni İslamning ko'rligi dedi. Qantaratı degan jisr degan gap, jisr. İslamning ko'rligi. Demek bu ikkisi yani boshqa ibodatlardan ichidagi eng muhim ibodatlar. Boshqa ibodatlar ham bor. Lekin qolgan ibodatlar hammasi mush ikkisiniki ishiga kirib ketadi. Shu sababdan fakana min sha'nihima istitba'u sa'iril ibodat. Shu sababdan bu namoz bilan sadaqaniki holidandir istitba'u sa'ir qolgan ibodatlarni o'ziga ergashtirish. Istitba degan gap keyinga silib ergashtirib qo'yish. Men ba'zida dedim qo'y, ya'ni shu sababdan namozni tilga oldi, sadaqani tilga oldi, qolgan ibodatlarmisi badaniy ibodatlar namozning keyiniga kirib ketadi. Mali ibodatlar zakotning keyiniga kirib ketadi demakchi. Velizalika ihtasara al-kalam. Shu sababdan Alloh taolo gapni qisqa so'zladi. Bi an istagna an addi ta'ati bi zikri ma huwa kal unwan laha. Taatlarni hammani birda sanab namoz, roza, haj deb hammani birda sanab o'tirishdan har biriga badaniy ibodatlar, mali ibodatga unvon qilib, xuddi kitobning unvonidek unvon qilib, ikkini bayon qildi Alloh taolo. Qalbiy ibodatga iymonni bayon qildi. Mali badaniy ibodatga namoz bilan sadaqani unvon qilib qo'ydi. Qolgan hammasi shuni ichiga kirib ketadi. Shu ixtisorni paydo qildi, ixtisorni. Ma'a ma fi zalika min al-ifsah an fadli hatayn al-ibadatayn. Onun boshqa ma'nosi bor. Ma'a degan gap faqat ummanigina emas. Biz yuqorida so'zlab o'tgan bu foydagina emas, ya'ni birga bu ikki ibodatni xos qilib keltirishga yeni bir sabab, yeni bir foyda. Min al-ifsah degan izhor degan gap. Min al-ifsahi an fadli hatayn al-ibadat. Bu ikki ibodatning boshqa ibodatlarga qaraganda fazilatining ortiq ekanligini izhor qilish, oshkor qilish. Bu foyda ham bor. Yuqoridagi foydaning ustiga. Bu ikkinchi foyda degan gap, ha? Xo'sh, endi sifa masruda deydi. Mal muttaqila bilan billah biz abaytin sifatni ikki xil dedik. Biri sifa kashifa bo'ldi birisi. Yeni birisi sifa idofiy dedikmi?
Şu sife idafi deganimiz sife mesruda deydi yani. Sife mesruda yeni bir atalgısı. Yeni bir bununki yeni bir atılışı. Sife mesruda. Sife mesruda degani sife idafi deganiki şu nima muadifi hesab tushunsa bo'ladi. Yani ma'al muttaqin, muttaqin bilan birga haydalgan, birga keltirilgan degan mavruda degan gap yani. Muttaqi bilan birga keltirilgan yana bir sifat. Tufidu g'ayra faidatiha. Ma muttaqin bildigan foydadan boshqa bir foydani bildirdi bu. Muttaqin bildigan foydadan boshqa bir foydani bildirdi. Masalan, sening Zaydunil faqihul mutakallimut tabib degan gapga o'xshaydi. Mishadiki Zayd degandagi faqih degan nima? Sifa, normal sifat. Mutakallim degan sifa kashifa dedik. At-tabib degan sifa masruda degan bo'ldi. At-tabib sifa masruda idofiya. Demak, bu Zaydniki nima? Faqih degan Zaydni sifat bo'ldimi? Mutakallim tabib degan sifa masruda bo'ldi yani. Demak, faqih degandan boshqa mutakallim degan bilak bir ma'noni bildirdi. Tabib degan boshqa bir ma'noni bildirdi. Yani boshqa ma'noni bildirdi. Bu ikkinchi sifat, birinchi sifatniki kashifasi bo'lmaydi o'chada. Birinchi sifatniki kashifasi bo'lmay, o'z oldiga boshqa bir ma'no bildirdi. O'chaqda va yakunul muradu bil muttaqin allazina yajtanibuna sayyi'at. O'chaqda muttaqin degan gap bilan yajtanibuna sayyi'at. Yani shu sayyi'atdan, yomonlikdan saqlanadigan odamlar. Yajtanibuna sayyi'at degan shu yomonlikdan saqlanadigan odamni murod bo'ldi o'chaqda. Masalan, biz men huval muttaqi, men humul muttaqin desa allazina yajtanibuna sayyi'at degan bo'ladi. Undan yu'minuna allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun degan nima o'chaqda u muttaqi degan biri nima qilganlar yomonlikdan avval ijtinob qilib saqlanganlar. Undan keyin zamonga saqlanib bo'lgandan keyin g'aybga iymon etadigan uni boshqa sifat demak, undan boshqa sifat. Uniki yomonlikdan saqlanishdan boshqa g'aybga iymon etish, namoz o'qish va zakot berish deb munosabatlarimi bor deydi. Unda bunun boshqa munosabatlarimi bor davatida. Wa'tarafa. Xo'sh, endi yu'minuna. Bizga endi musannif allazinaniki beshtiki muttaqin bilan bo'lgan aloqasini so'zlab bo'lgandan keyin endi yu'minuna keldi. Yu'minuna emas. Yu'minuna deganning lug'at ma'nosi yusaddiquna degan bo'ldi. Ishinidu degan gap. Yusaddiquna degani ishinidu. Endi bu yerga bizga so'zlab berdiki va huwa, ya'ni yu'minuna degan so'z if'alun vazni bilan if'alundan chiqqan, ya'ni buniki azbiyadagi mushtaq nimasi sig'isi amana yu'minu nima asli amana yu'minu lekin amana bo'lgan imanan masdar chiqdi. Shu imanan masdar if'al vazni bilan deydi. O if'alun vazni bilan aslisi min al-amndan chiqqan, ya'ni omonlik, xotirjamlik, bexatarlik degan amindan chiqqan, ya'ni amina ya'manu degan fe'ldan chiqqan. Va qawluhum ularning arablarning amanahu degan so'zi ay saddaqahu degan bo'ldi. Uni ishonadi degan bo'ldi. Va haqiqatuhu endi bu amananing aslisi haqiqatu degan asli degan bo'ldi. Amananing aslisi aminahu aminahu takziba val muxalafa, ya'ni takzib qilish, uniki inkor qilishidan va uniki qarshilashishidan tinch aman bo'ldi, xotirjam bo'ldi degan gap aslisi. Amina ya'manu degan asli fe'l lazim. Amana yu'minu bo'lsa fe'l mutaaddiga aylanadi. Endi shunda turib buni yeni ba bilan ta'addi qilishning o'rnini nima uchun ba keltirdi? Amanahu desa saddaqahu degan bo'ldi. Ba harfi bo'lmasa-mu amananing o'zi nima? Fe'l mutaaddi asli. Lekin nima uchun buni yeni ba harfini qaytib qo'ydi bu yerga desa, va ta'diyatuhu bil ba'i litadammunihi ma'na aqarra ma'na uqirru va a'tarifu. Anladın? Yoki aqarra va a'tarafa.
Endi nima uchun buni belki ba'ni keltirib qo'ydi? Ba'ni keltirib mutaaddi qildi desa, asli amana degan o'zi mutaaddi. Bu yerdagi ba nima uchun emas? Ta'addiyat uchun emas. Bu yerdagi ba asli nima? Aqarra va atarafa degan ma'noni. Aqarra va atarafa degan ma'noni o'z ichiga olganlik uchun. O'z ichiga oldirish uchun. Olganlik uchun emas, o'z ichiga aqarra va atarafa degan ma'noni o'z ichiga oldirish. Bizda bir tadammun deb bir gap bor. Dalalatut tadammun deb ilmi mantiq bo'lmasan, dalalatut tadammun. Dalalatut tadammun degan bir narsa 3 xil bo'ladi. Biri dalalatul mutabaqa bo'ladi. Yana biri dalalatut tadammunda, ya'ni bu yerdagi qo'shilgan ba harfi aqarra va i'tirafa degan ma'noni o'z ichiga olganlik uchun, bu yerga ba keltirildi. Arabning tilida yomon jiq buni mulabasa ba'ul mulabasa deb atab qo'ydi, mulabasa deb. Ya'ni masalan Bismillahirrahmanirrahimdagi ba litabarruk uchun deydi. Unchaq nima deymiz? Ya'ni aqra'u tabarrukan, mutabarrikan bismillah deb qo'ydi. Ikki ma'noni. Bu joqda tadmin bo'lsa, ikki ma'noni bir yo'lga aytamiz. Ikki ma'noni bir yo'lga. Birinchisi, ya'ni amana muqirran. Amanahu muqirran deb. Birinchisini asli ma'ni deb ataymiz birinchisini. Ikkinchisini hol. Hal qilib juplaymiz. Muqirran. Amanahu muqirran. Amanahu mu'tarifan. Deb mudamani biz buni ba'ul mulabasa deymiz. Bir ma'nida, bir so'zda ikki foydani olamiz bundan. Bir so'zda ikki ma'noning borligini ifodalaydi. Shuning mishada amanahu desa, al-imanu billah degan gap, shuni nima qilish, qalbida ishonish va iqror degan gap chiqadi. Va iqror bil lisan. Al-iman tasdiqun bil qalb va iqror bil lisan. Nima kelib iqror degan gap uchun ba'dan kelgan. Yu'minuna bil g'aybi deki ba nima uchun kelgan? Ya'ni iqror degan bir ma'nini tadammun, dalalatul tadammun bilan uni ichida bor, mazmunida bor bo'lgan bu ma'nini so'rab akiladi mishaga. Baqaq baka turmagan bo'lmasa, amanahu degan gapni ba bilan mutaaddi qilmasmi? Amananing o'zi nima? O'zi mutaaddi. Buningga mutaaddi qilishning hojati yo'q edi. Nima uchun ba'ni keltirdi? Desa, ba bu yerdagi aqarra va atarafa degan ma'nini o'z ichiga olganlik uchun yoki mishaga keltirildi. Bil g'aybi. Hamda yu'minuna bil g'aybi. Musannif Alloh taolaning bil g'aybi degan so'z keldi. Bil g'ayb degan nima desa, g'ayb ya'ni u g'aybga ishonadiganlar dedi. G'aybga ishonadiganlar degan ya'ni ay bima g'aba anhum. Yani ulardan g'ayb bo'lgan narsaga ishonadiganlar. Ularning g'ayb bo'lgan narsa nima? Mimma anba'ahum bihin nabiyyu alayhisalom. Ularga u xabarni payg'ambar alayhisalom xabar bergan xabarlar. Masalan min amril ba'si, o'lgandan tirilish va nushur. Yani gap tirilib ham bilan Alloh taolaning oldiga yig'ilish. Nashr degan gap agar yolg'iz kelsa, hashr nashr degan ma'nosi bor. Ikkisi hashr nashr deb kelsa, hashr degan jama' nashr degan jannat do'zaxga chechilish degan bo'ladi ma'nosi. Agar yolg'iz nashr gap qolsa, ikki ma'no chiqadi. Hashr nashr. Bu yerda nashr hashr ma'nosida, ya'ni yig'ilish va hisob bilish va g'ayri zalik. Va shundan boshqa ishlar hammasi jannat do'zax hammasi nima? Ilmi g'aybning qatoriga keladi. Endi men diqqat qilish bir narsa bor. Sizlar aqida nasafiy o'qiyotganda nima degan? Asbabul ilmi thalathatun. 3 xil yo'l bilan haqiqatlar bilinadi. Yu'raful haqaiqu bi thalathati ashya. Birinchisi havasul khamsa, havasus salima. Sog'lom bo'lgan sezgi a'zolari 5 xil sezgi a'zo orqali biz haqiqatlarni bila olamiz. 1. İkincisi haberus sadiq. Haberus sadiq bilan haqiqatlarni bila olamiz. Üçüncüsü al-aql, aql. Aql bilan biz haqiqatlarni bila olamiz. Endi g'ayb degan nima desa, g'ayb degan bu havas xamsa aralashmagan ish. Havas xamsa aralashmagan ya aql bilan qildigan yoki nima bilan haber sadiq bilan qildigan narsa, bilinadigan narsa deb ataladi. G'ayb deb ataladi. Shunaqmi? Bu havas salim aralashmaydigan, faqat haber sadiq bilan yoki aql bilan bilinadigan narsa g'ayb deb ataladi. Mana payg'ambar alayhisolamning bizga bergan g'ayblar hammasi nima? Axbar, xabar sodiq.
Yani haber mutawatir, haber sadık olan kelgen hem biz kıyametning bo'ladiganligi, o'lgandan keyin tirish. Hatto ki payg'ambar aşı biz aytadigan 6 iman bormi? 6 imanning hammasi g'ayb. Tushundingmi? Yu'minuna bil g'ayb degan 6 mesela Allah Taala g'ayb. G'ayb mutlaq. Allah Taala g'ayb. Onun kenidan ferishtalar g'ayb. Ferishtalarni biz ko'maylik. Üçüncüsü Peygamber Aleyhisselam g'ayb mi? Dese Peygamber Aleyhisselam qanday g'ayb? Nima jihatdan g'ayb? Bir e'tibor Peygamber Aleyhisselamga Cibril Aleyhisselam müveyyep kelgan payg'ambarlik jihatdan nima g'ayb? Nima uchun? Uni Peygamber Aleyhisselam boshqa kim ko'rmagan mesela. Bizga nisbatan hammalarga nisbatan Peygamber Aleyhisselamning ko'rganligi bor. Peygamber Aleyhisselam o'zi g'ayb emas. Lekin Peygamber Aleyhisselamning payg'ambar ekanligi, Alloh taolodan kelgan payg'ambar ekanligi, firishtalarning Peygamber Aleyhisselamga müveyyep kelganligi g'ayb. Undan kitaplar, Kur'an g'ayb emas. Lekin Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafidan tushganligi g'ayb. Uni kenidan oxirat kuni Peygamber Aleyhisselam deb berdi g'ayb. Ko'zimizdan ko'rmadik ayna. Hammasi g'ayb. Undan keyin qazo va qadarning yaxshilik yomonlik Allohning ekanligi degan bu e'tiqod aqida bu g'ayb. G'ayb Peygamber Aleyhisselamga xabar bergan g'ayb. Xabar bermagan bo'lsa bilinmaydi. Demak ya xabar bilan yoki aql bilan biladigan narsa g'aybning qatoriga kiradi. Lekin havas qilib ko'z bilan ko'rga bo'ladigan, qo'l bilan tutqilib bo'ladigan narsalar g'aybning qatoriga kirmaydi. Buni nima bilan olaymiz? Masalan, osmondagi jismlar, osmon jismlari g'aybning qatoriga kirmaydi. Nimishqa bu narsalar. Buni biz elektrlik ilg'or tipdagi durbun degandek narsalarda kulalaymiz. Bu osmondagi narsalar, osmon jismlari g'ayb emas. Agar Amerikalik va NASA'ning adamlaridan birisi biz hozir bu g'aybni topdik, ko'z ko'rmagan topdiksa biz unda yaqtaymiz. Hech qaysi g'ayb emas. Hammasi nima? Ko'z bilan ko'rgil bo'lgan, qo'l bilan tutqil bo'lgan narsaning hammasi, hattoki ilg'or vositalar bo'lsa-mu, nima qatoriga kirmaydi, g'ayb qatoriga kirmaydi. Shuning uchun qo'saqdagi bola o'g'il qizligi g'ayb qatoriga kirmaydi. Nimishqa buni hozir Durbullar bilan kulib, o'g'ilga qizgan deb bilaydi. Unda desa bir odam savol qilish kerak. Ammasında hozir Qur'oni Karimdagi Alloh taolo va ya'lamu ma fil arham degan bolayat qilib degan narsalarni Alloh taolo biladi degan g'ayb emas bo'lsa, Alloh taolo bu demoqchi bo'lgani oyatlarni tafsir qilamiz. Ya'ni ilayhi yuraddu ilmu saati degan yeni bir oyatda Alloh taolo qo'saqdagi bolaning qachon tug'ilganligini, qachon tug'ilganligini biladi. Qachon tug'ilganligini, qachon tug'ilganligini. Bir bolaning qo'saqqa qachon tug'ilishini hech kim bilmaydi. Endi g'ayb. Qachon qaysi soatda tug'ilganligini hech kim bilmaydi. Tug'ilib bo'lgandan keyin banasiga aylandi u. G'aybga aylanmaydi. U qachon tug'ilganligini, tug'ilgan vaqtning o'zini mush soatda deb hech kim bilmaydi. Yomg'irning yoki qachon tushadiganligini, bulutning qachon tushadiganligini bilmaydi. Lekin alomatlarni yomg'irlar yog'ib, bu qor bulut kelganda shamol chiqadi, hammadan biladi uni. Bu demak, ba'zi havo yo'yidan oldin ma'lumot bir qashlanmasa ilmi g'ayb emas. Bu degani nima? Ilmu shahid. Anladin? G'aybning aksi nima? Shahid. Ilmu shahid uni nimaga? Ilmul mushahada desak bo'ladi. Endi demak g'ayb ilm emas u. G'aybni tushundingmi? G'ayb degan faqatla nima orqali bildirilgan, xabar sodiq orqali bildirilgan Qur'onning oyatining xabari bilan yoki aql orqali bildirilgan, ya'ni havas xams, 5 a'zo, 5 sezgi a'zoning bu g'aybni bilishga yo'l bo'lmagan narsa hammasi g'ayb deb ataladi. Qo'y bundan burun o'tgan bo'lsin, qo'y bundan keyin bo'lgan bo'lsin. G'aybni tushundingmi? Endi favva bi ma'nal g'ayb. Ya'ni g'ayb yu'minuna bil g'ayb degani yani yu'minuna bil g'ayb degan bo'ldi. Yani g'ayb ma'nosi bilan bunda tasmiyatun bil masdari, masalan masdar ism masdarini ishlatib bundan ism fa'ilni iroda qilgan bo'pti. Ism masdarini ism fa'il ma'nosida. Ko'p min qawlika g'abash shay'u g'ayban deysan. G'abash shay'u g'aybandan chiqqan bu yerdagi g'ayb degan bir narsa g'ayb bo'ldi, ko'zning g'ayb bo'ldi degan. Va hada in ja'altahu amdu bu ma'na yu'minuna bil g'aybi degandiki bu g'aybni bil g'ayb deb ma'no etamiz. Ko'zning g'ayb bo'lgan narsaga ishonadi degan bu ma'noning o'zi in ja'altahu silatal iman. Va bil g'aybni yu'minunaning silasi qilsam shunday bo'ladi. Ya'ni yu'minuna bil g'ayb degan bil g'aybi jar majrur mutaalliqun inma bi yu'minu. Yu'minunga mutaalliq qilsang, ya'ni g'aybga yu'min.
g'aybga iymon etadi deb ma'no aytib, yu'minunaga mutaalliq qilsang, sila degandagi mutaalliq ma'nosi bor. Mutaalliq qilsang, shu chaqda ma'nosini g'oibun degan bo'ldi. Bima'na g'oib ma'nosi bo'ladi. Va in ja'at amma agar uni mush bil g'aybni sen hol qilib solsang, iymonning silis qilmay hol qilsang, kana bima'nal g'aybati val xafa. O chaqda g'ayba, xafa, maxfiy bo'lish, g'oyib bo'lish degan ma'noda bo'ldi o chaqda. O chaqda ism fa'il ma'nosida bo'lmaydi. Ism fa'il ma'nosida bo'lmaydi. Ya'ni o chaqda qanday g'oyib olsa o chaqda yu'minuna g'oibina anil mu'mani bihi. Bular iymon etilgan narsadan yani yu'minuna hala kawnihim g'oibina anil mu'mani bihi degan bo'ldi. Ular iymon etilgan narsadan g'oyib bo'lgan holatida iymon etadi. Ya'ni iymon etilgan narsa qiyomat kuni bular qiyomat kuni ko'rmadi. Qiyomat kuni bular hazrati qiyomat bularni ko'rmadi, bular da qiyomatni ko'rmadi. Oshunda turib bular iymon etadi. Ko'rmay turib iymon etadi. Ya'ni ularniki mu'min bihdan g'oyib bo'lgan holatida degan gap, mu'min bihni ko'rmay turgan holatida iymon etadi deb o'shadagi ba o'chaqda nima bo'ldi bu 5kidek tadammun bo'ldi o'chaqda. Nima g'oibina degan bir hol degan ma'noni so'rab keladi. Anladin? G'oibina degan bo'ldi. Yu'minuna g'oibina anil mu'mini bihi degan ma'noni ko'rsatadi. Va haqiqatu hamda. Xo'sh, buning haqiqati, buning asosi mutalabbisina bil g'aybati. Yani bunun takdiri degan bo'lamaydi. Buniki ya'ni aslisi, buning ma'nosi mutalabbisina bil g'aybati. Yu'minuna mutalabbisina bil g'aybati. Bular g'oyib bo'lish bilan mutalabbis bo'lgan holatda iymon etadi. G'oyib bo'lish bilan mutalabbis bo'lgan holatda iymon etadi. Degan gapi, shu hammasi bir ma'no tushunmoqchi. Ya'ni buni iymon etgan vaqtida u ishlar hech qancha yuz bermagan. Aynan shuni ko'rmagan, bilmagan holatda turib iymon etadi degan bo'ldi. Lekin 5tiki ma'no eng yaxshi. Tushunamizmi? 5tiki birinchi ma'no eng munosib. Bal iymanu sahihu an to'g'ri iymon ay yuqra bil lisan va yusaddiqa bil janan. To'g'ri iymon degan qasi til bilan iqror qilish va qalb bilan tasdiqlashdir. Val amalu laysa bi daxilin fil iymon. Amal iymonning ichiga daxil emasdir. Amal ya'ni asli iymon ichiga daxil emas. Demak, Imom Ash'ari ikki xil ko'z qarash kelgan bunda. Imom Maturidi ikki xil ko'z qarash kelgan. Imom Ash'ari deydi, al-iymanu iymon degan iymon degan tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lisan deydi. Imom Maturidi deydi, iymon tasdiqun bil qalb, iqrorun bil lisan deydi. Lekin Imom Ash'ari deydiki, Imom Ash'ari al-iymanu ruknun tasdiqun bil qalb, ruknun iqrorun bil lisan, şartun li icra'i ahkami ad-dunyaviyya deydi. Bu gapning o'zini Imom Maturidi ham deylik. Lekin Imom Ash'arida mashhur, ashharu qawli Imom Ash'ari hada. İkinci söz İmam Maturidi'nin sözü. İmam Maturidi nima deydi? İmam Maturidi al-imanu tasdiqun bil qalb ve iqrarun bil lisan. Ve huwa tasdiq lil imani ruknan. İmanın iki ruknusu var. الركن الأول تصديق بالقلب. الركن الثاني إقرار باللسان. يعني الإقرار باللسان جزء من الإيمان، من حقيقة الإيمان جنبه. ولكن هذا الركن الثاني ركن زائد يحتمل السقوط عند العجز. ما قيد نكتب على الإمام ماتريدي. ركن زائد يحتمل السقوط عند العجز. Yani tilde iqror qilish agar ojiz kelgan vaqtida saqtildigan bir rukun. Lekin anda birinchisi qalb tasdiqlash bo'lmaydi, bu hech qachon saqt bo'lmaydi. Hech qachon saqt bo'lmaydi. Lekin mau tilde ojiz kelgan vaqtida qalbi iymon bilan mutmain bo'lsa, tilde qilinmay qolsa, saqt bo'ladigan bir eng notsam shu. Ya'ni Imom Maturidi'ninki ikki qavli bor. Biri Imom Ash'ari'ninkiga o'xshaydi. Yana biri qasi al-imanu tasdiqun bil qalb va iqrarun bil lisan
وهو جزء وهو يعني إقرار باللسان جزء من الإيمان. للإيمان ركنان، الركن الأول تصديق بالقلب، والركن الثاني إقرار باللسان، ولكنه ركن زائد يحتمل السقوط عند العجز. شنو ما يطلع ولا ما يقبل الله عندي وش تطلع يعني إمامات إشكين قول بوسا مسؤول كن دبجان الإيمان تصديق بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالقلب ركن، إقرار باللسان شرط لإجراء أحكام الدنيوية. لكن ما هو إمامات إشكين قوله، لكن الأشهر برنج قوله شو تمام. لكن أساسي يقلب قادر برسبسكين. لكن إمام أشعري إمام ماتريدي أهل السنة بالاتفاق عمل أصل الإيمان تحت داخله ما يتغلط بالاتفاق. مش قاسي بمية ديدو. كم قال لك كم بيد الله يقيمون الصلاة وما رزقنا من فضله عملنا أيرم كذا. أجر عمل إيمان الشجع كيف قد كم بوسا الله تعالى أيرم كذا ميت. أيرم كذا يؤمنون بالغيب ده بوانكين يقيمون الصلاة وما رزقنا ده أيرم كذا تشك سبنا من الجزء كان عملنا إيماننا أصلنا تحت داخل أمسكين الجزء كان. لكن كمال إيمان داخل ولا يرد. Mungkin ini bilgen iman dengan nesnin yeni bir manası bilip kalma. İman деген fakat kalpte tasdiklaş деген ғана мәні bilmeydi. İman degenin iz'an manası var, iz'an. Onun kendiden istislam деген manası var. Mesela bir adam kalbide %100 işinipti. %100 işengen bolsa Müslüman olmaydı. Ta ki istislam olmadıkça, iz'an boysunmadıkça. Mesela Herakl Peygamber zamanında %100 peygamberlik işendi. Cezmiyet kıldı, cezimleştirdi. Lakin dünyavi sebepten de kılmadı, iz'an kılmadı, istislam kılmadı, boysunmadı. Bunu padişahlığın kulağını kilitleyen de korkab. Müslüman oldu mu? Bu Müslüman emez. Çünkü bu istislam buluşu, boysun iş gerek. Etkan imanıga teslim buluş gerek. Şu çağda bu önümde batı imanı küçük gibi oldu. Adı istislam kılmasa, teslim kılmasa bu imanı küçük gibi olmaydı. Manen bilip koş gerek. Hoş. Emdi musannif bizge ve yuqimuna s-salah degan bizge imanni tushuntirib bo'lgandan keyin ve yuqimuna s-salah degan bu qavlini tafsirlab izohlab beryapti. Ve yuqimuna s-salah deganning ma'nosi ya'ni yu'adduna s-salah degan bo'ldi. Ve yu'adduna s-salah. Yani o muttaqilar degan kim? Muttaqilar degan g'aybga iymon etadiganlar. G'aybga iymon etadiganlar degan shu 6 iymonni etadiganlar. Ondan keyin ve yuqimuna s-salah yani namozni ado qiladiganlar. Yuqimuna s-salah deganga yu'addunaha deb ma'no etdi. Yani namozni o'qiganlar degan gap. Namozni o'qiydiganlar degan gap. Namozni ado qiladiganlar. Nima uchun yuqimunaga yu'adduna demay nima uchun yuqimuna deydi? Nima uchun yuqimunaga yu'adduna deb tafsir qildi musannif desa, buni sababini deb ko'rsatdi. Fa'abbara anil ada'i bil iqama. Hamdi adadın bir ada ikamet bilen ibadet getirdi deydi Allah Teala. Yani ada namazını ada kılış digenin onuğa ikamet salat deb getirdi. Nimiş kalsa? Li'annel kıyame çünkü kıyam akame yuqimu diyen kıyame yakumun çıkan. Aslı kıyamen mastarını çıkan. Ama çünkü li'annel kıyam diyen ba'du erkaniha namazının ruknularının bazısı. Namazdaki ruknunun biri kıyam degan. Qiraat, takbir tahlima, qiraat, qiyam, ruku, sujud, qadatul akhira degan shu nimalarning rukullarning biri hamda qiyam degan. Demak bu nima degan babdan bo'lsa, ya'ni majaz babdan. Ya'ni nimani so'zlab, ya'ni pochini so'zlab butun irada qilish. Itlaqul juzu iradatul kull degan babdan. كما عبر عنه بالقنوت وهو القيام. خد başka yerlerde عبر عنه diyen عنه nime do ada qiyana doğma. Yani adatın namazda ada qilishtin bil qunut bilan ibodat keltirilgandek. Ve huvel qiyam qunut degan nimadir? Qiyamdir. Ve qumu lillahi qanitin dedi. Ve qumu lillahi qanitin deganda yani Allohga qiyam qilinglar degan qanitin degan qanitdan qiyamdan iborat keltirdi. Qiyamdan nima demakchi deyshadimi? Namozni ado qilishni, namoz o'qishni iroda qilmoqchi Allah Taala.
وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيها. فبهذا واركعوا مع الراكعين واسجدوا وسبح بحمد ربك. ده همس ده namaz ada kılışını irade kılmadı zaten. Ne için dese li vucudiha fiha diyen ruku, secde, tesbih, kıyam diyen müşerk Allah'ın şu namazda bar boğallık üçün Memmesi itlaqul cüzü iradetul kul diyen babdır. Yüzündeki aş namaz sidiki en khuddi ayn dese casus ne ayn diyen mesela. Casus diyen aynı küzganan başkası yok ama aşındaki asaslık bir azanda bütün bir insanı irade kılgandek namazdaki bir asaslık olan bir erkan rukununu tılgılıp bütün namazını ada kılışını irade kılış diyen babdan bu. Hem numa birinci manası. Evveli de bir ikameti salat ya ki namazını ikameti salat diyen geptin namazını ada kılış diyen manası çıkmayı belki namazını rastlaş. Namazını rastlaş diyen gep namazını rastlaş dep manetimiz uçakta. Bu namazını rastlaş diyen gep ne diyen gep sen kamil ada kılışın yapalım. Birincisi namazını mutlak ada kılış. Kamil ada kılamdı o kadar ada kılsa ada kılışın yapmanı çıkıyor. Manada kamil tuluk. Feriz, vacip, mustahab, sünnet, mustahab de bilen billahi ma ada kılışın yapmanı çıkıyor. İkametin çıkan boz. Rastlaş diyen yapmanı çıksa. Yani bir ikamet, uride bir ikamet salat olan nema ta'dilu erkaniha namazının rukunlarını beraber kılış irade kılındı. Mesela uçakta nemin çıkacak min aqamel uda iza kavvamahu. Uçakta bir adik kıyamdan çıkmay aqamel uda diyen piyadın çıkan burada. Aqamel ud deydi Arap iza kavvamahu diye yağaç mı da yapsalısa. Yağaç ne yapsalısa da bir yapar. Yapsalısa diyen gap yağaçtaki maymaklarını elevetip onun remdeselip tüzlep kırılarını çıkarıp şu uysağıdaki teyya kılıp yağaçını teyyarlasa muşnim deydi aqamel ud deydi. Biz o yolcuda bunu biz yapsarlaş deyimiz. Böyle yapsarlasa ne deydi o? Aqamel ud deydi. Xuddi dayaqni yapsarlığanday, maymaklarını elevatqanday namazını mı? Hemme fariz, vacip, sünnet, mustahablerini tuluk cay kedurub ada qilish ne batılıdı o? Aqame as-salat deb atılıdı o. Evit devamı aleyha vel muhafaza. Ya ki üçüncü kılma nemdi? Biyadaki ikamet salatın murad neme? Namazını devamlı okuş ve muhafız namazı muhafizat kılış diyen meyanda bulundu. Bunun delil demediyse çünkü bu çağda min kâmeti suq izâ nefekat. Yani baza kâmeti suq diyen çıkan bu çağda izâ nefekat diyen baza ravaj tapsa. Baza naiti aksa. Bir baza içilip yanında bu baza kattı yuyuşup ikip kesse hidalı köpcek kep kesse kâkiye bazırlı naiti ikip kesse kâmeti suq deydi Arap'ta. Hem de nemiş kâmesi bu bunu nima alakası olan dese devamlı kılış, namazı devamlı okuş ve namazı muhafizet kılıştaki bazanın ikiş bilen nima alakası var dese li'ennehu çünkü İza hufiz aleyh namazga ahmiyet verilip muhafizet kılınsa kânet keşşey'in nafiqillezî teteveccehu ileyhir ragabat. Bu namaz xuddi bütün kişilerin rağbetleri, kızıkışları şu tarafki yüzlenadigan nafiq degan şeyun nafiq degan aqıdigan mal o'xshaydi. Aqıdigan mal. Aqmas mal emas, aqıdigan. Ep bo'g'itsa tutadigan, ep ulgurmaydigan. Hamma odamlar Anladın hazır şu el fecr degan namaz hammadan amal qilib ketgandek, soatga amal qilib ketgandek, menen akasi indi tugab turgan, menen akasi indi tugab turgan. Hamma odamlar mana shu narsani oson bo'ldi deb turgan malga o'xshaydi. Anladın? Anda odamga hammadan rag'batlar yuzlanadi, hammadan muhofazat qiladi anda. Aqdigan malni hammadan muhofazat qiladi. Xuddi shuningdek namoz muhofazat qilish degan ma'no shu yerdan chiqqan. Va iza udiyat namaz zaya qilib o'tilsa xuddi kanat kashayil kasidilladi la yurghabu fihi. Yani hech kim uni g'irbat qilmaydigan, qiziqmaydigan bir kasat. Yani aqmas malga o'xshab qoladi, aqmas narsaga o'xshab qoladi. Aqmas narsa degani hali tashlab qo'ydi, hech kimning qarshi yo'q, tashlab qo'ydi, mangmaydi, to'p o'sib turdi. Xuddi shuningdek namozni tashlab qo'yilsa, muhofazat qilinmasa, namozni davom o'qilmasa, nima aqmas malga o'xshab qolgan bo'ladi. Shunga buni namozni devamlı okuydu, qattiq muhofazat qildi, qimmatli en güçler bir baha en güçlerini. Bazı qattiq setlib ketib turgan narsa qaragandek xavraladi.
ahamiyat berdi degan ma'no chiqadi deydi. Va salat nima deb bizga nimadan so'zlaydimdi? Sarf. Va salatu fa'latun. As-salat degan gap fa'latun vaznini chiqqan. Fa'latun vazni bilan deydi. Ala vazni fa'latun asli salvatun. Salvatun. Lekin vo'g'iz va harakat ig'irdab, vo'ni harakatini oldidagi lam sokin qilib salavtun bo'ldi, vo'ni alif qilib keldik, salatun bo'ldi. Bu nimadan chiqqan? Salladan chiqqan. Salla. Zakati min zakka. Zakkadan zakat chiqqanda salladan salat chiqadi. Asli tasliya bo'lish kerak. Salla degan gap tasliyatan emas, lekin u ishlatilmaydi. U g'ayr musta'mal. Salat ishlatilgan. Va kitabatuha bil wawi ba'zi yerda salat degani ilib bilan yozilmay, vav bilan yozib salat deb vav bilan yozib qo'yiladi. Aslida kashf qilingan vav ilib o'tkirib ketgan vav bilan yoziladi. O'qishda salat deb o'qidiki yozilishdi-ku, salat deb vav bilan yoziladi. Nima ish qilsa? Ala lafzil mufakhami. Yani gap ba'zi qiraatlarda salat deb malqi fahm cho'ng ilinib o'qilgan nimaga qiraatga asosan salat deb. Ham yeni bir tarafchi asazib qilinib ketgan vo'g'a dalolat qilsin deb asli bu salvatun deb buning asli keyin ilib o'tkelgan degan vo'g'a dalolat qilsin deb qilib qo'yganlik bu. Tushundingmi? Bu aslidagi yozib qilingan vo'g'a dalolat qilsin deb qo'yiladi. Buni ma telefon ba ba'zi qiraatlarda salatun deydi qolma. Salatun deb. Salatun demay salatun deb bunda cho'ng o'qidiganlar bor qiraat. Endi buning lug'at ma'nosi va haqiqatu salla. Sallaniki asli ma'nosi bu nimadan chiqqan? Harakas salavayni. Ay al-yatayni. Degan ikki yampash. Yampash deb narsa, yampash degan pallakdagi sag'irga so'ngak ikki dona. Pallak, o pallakning ikki tarafidagi katta so'ngak ikki yampashni midirlatdi degan chiqqan. Ikki yampashni midirlatdi. Ikki pallakni midirlatdi degan chiqqan. Nima ish qilsa li annal musalli chunki namoz o'quvchi yaf'alu zalika fi ruku'i va sujudi. Namoz o'quvchi ruku' qilsa, sajda qilsa, mana shu yampash so'ngaki midirlat harakat qildida, yampash so'ngaki bunda egiladi, midirlaydi, pallak midirlaydi. Yampash so'ngaki egiladi, pallak midirlaydi. Ruku' qilsa, sajda qilsa. Shuning uchun nima deb atalgan musalli degan ikki palligini yampash so'ngini midirlat qilish degan gapdan chiqqan asli. Va qila lid-da'i musallin. Duo qiluvchiga musallin deyiladi. Nima ishqa tashbihan lahu fi takhshi'ihi bil raki' va sujud. Degan duo qiluvchini musallin deyiladi. Duo qiluvchiga tashbihan lahu degan tashbihan lid-da'i degan duo qiluvchini takhshi' degan xushu'da Alloh taolaning qo'rqishida bil raki' va sajid ruku' qiluvchiga va sajda qiluvchiga o'xshitilib musallin deyiladi. Duo qilgan odamga bu. Endi lekin amaliyotda shu desa salat deganniki asli lug'at ma'nosi duo. Salatning asli lug'at ma'nosi duo. Lekin istilohdagi ma'nosi istilohda namoz ishlatilgan ba'zi yerda. Namozga. Qachon Qur'oni Karimda namoz degan ma'no iroda qilinsa, bu istilohul Qur'on, Qur'onning istilohi bo'ladi. Qachon duo degan ma'no iroda qilinsa, nima lug'at ma'nosi iroda qilingan bo'ladi. Ma'u jumhurniki ko'z qarashi. Lekin Musannif rahimahulloh bizga yangi ma'lumot beryapti. Yangi ma'lumotlar. Bu ma'lumotlarmi intayin muhim ma'lumotlar. Ya'ni asli musalli degan nimadan chiqqan, ikki pallakni meditish deganda chiqqan. U chaqda Musannif deyotdiki, aslisi bu ikki pallakni meditishdan chiqqan. Namoz o'quvchi ruku'da sajdada ikki yampashni meditadi. Shu sababdan buni namoz o'quvchiga bu salatga ism qo'yilgan. Duo qiluvchi nimaga o'xshatilgan? Namoz o'quvchiga o'xshatilib, undan duo qiluvchiga qo'yilgan deb duo asli ma'nosi duo emas demakchidir Musannif rahimahulloh. Asli ma'nosi buniki duo emas demakchi. Lekin ko'p sonliq ulamolar duo deganlar bor. Ya'ni bu masala chiqib salat deganning duo degan ma'nosimi bor? Namoz degan ma'nosimi bor? Degan ma'nosi o'xshash. Endi lekin Sadrush Shari'a rahimahulloh Sharh al-Waqaid ajoyib yaxshi bir nima qilib qo'yganlar qildi. Sharh al-Waqaidning sharhisida Umdatul Riaya degan kitobda Imom al-Laknaviy ajoyib yaxshi bir nima Abdul Hayy al-Laknaviy rahimahulloh bak manfaatli bir so'zni bayon qilgan. Sallo deganniki
asli ma'nosi duo degan bo'ladi. Lekin sallaniki duo degan ma'nosini ayirish bilan namoz degan ma'nosini ayirishni qanday ayiramiz desa, sallining keyin ala kelib qolsa, ala harfi jar kelib qolsa, buning ma'nosi duo degan ma'noga ketaveradi. Agar sallanning keyin ala kelmasa, urfi jar kelmasa, buning ma'nosi nima? Namoz degan ma'no chiqaveradi. Bunun keyin salat degan agar ala kelib, salla kelib, ala kelsa, agar Alloh taolo tarafidan banda tarafiga bo'lsa, rahmat degan ma'noda bo'ladi. Farishtalar tarafidan Payg'ambar alayhisalomga yoki bir boshqa bandaga bo'lsa, istig'for, istirham degan bo'ladi. Alloh taoloning rahmatini talab qilish, mag'firat talab qilish degan bo'ladi. Agar bandalar tarafidan Payg'ambar alayhisalom bo'lsa, Payg'ambar alayhisalomning haqida duo qilish degan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning haqida Alloh taologa duo qilib, Payg'ambar alayhisalomning darajasini yuqori ko'tarish haqida yani durud o'qish degan bo'ladi ma'nosi. Payg'ambar ben bu ummatlar tarafidan Payg'ambar alayhisalom bo'lsa, durud degan ma'no bo'ladi deb nihoyat tafsirli tushuntirib qo'ygan. Bu ma'noni davomli qalbimizda tutishimiz kerak. Va mimma razaqnahum ay a'taynahum. Biz ularga rizqi bergan narsadan chiqim qiladi deydi. Nimadiki va mimmadiki ma allazi ma ism mavsul yani. İsm mavsul olsa uçakda mimma razaqnahum iyyahu degan ism mavsul degan cho'qim nima bo'lish kerak? Al-aid bo'lish kerak. Mahdhuf degan gap. Al-aidu mahdhufun. Biz ularga rizq bergan narsaning ba'zisidan chiqim qiladi. Yunfiqun degan yatasaddaqun degan sadaqat beradi degan bo'ladi. Udkhila min at-tab'idiyya. Yani min ma asli yani min ma. Lekin mimma deb o'qish nun sakin hazf qilingan. Bu masalasi min ma. Miyatki min lit-tab'id. Nima uchun bu yerda va ma razaqnahum yunfiqun demiyor. Mimma razaqnahum deydi desa, siyanatan lahum an at-tabzir al-manhi anhu. Qur'oni Karimda bir qancha yerda cheklimi kelgan mallarni buzib chechib o'tishdan saqlanish uchun. Yani ularning biz bergan mallardan yani mallarning bir qismini chiqim qiladi. Hammasi bo'yatmaydi. Hammasi birorta atisi nima qiladi? Atisi uchun balvoqini nima qiladi? Yani şeriat hammani chiqim qilishga bo'lmaydi. Shariat buyrug'ini nima? Shariat buyrug'ini 10dan 1 tutdan biri. 10dan 1 tutdan biri. Yani az bir qismi bo'ladi shariat. Ziyoda sadaqat ba'zi yaxshi, lekin shariat farz qilgani nima? 10dan 1 tutdan biri. Yani shu mimma degan gap bir qismi degan gap. Bir qismi chiqim qiladi. Shariat bizga ajoyib keng qilgan. Endi وقدم المفعول دلالة على كونه أهم والمراد به الزكاة والمراد به الزكاة. أم مفعول بهذيك ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ديجان ما مفعول ينفقون عن مفعول هذيك ما ديجان. نمشون مفعول قلنده دسا دلالة على كونه أهم. ونكي أشو acayip muhim ekanligiga dalolat qilish uchun deydi. Yani asli qoida nima? Yunfiquna mimma razaqnahum. Asli yunfiquna mimma razaqnahum. Asli. Ular biz ular rizq bergan narsani chiqim qiladi. Endi va mimma razaqnahum yunfiqun deb oldiga chiqib qoldi desa, ya taxsisni foyda beradi yoki uning inta muhim ekanligini. Ya'ni demak, ular biz rizq bergan narsadan chiqim qiladigan gap, ya'ni muhim bo'lgani uni chiqim qilish emas. Ularniki shu rizqni kim berganligini tunishi. Rizqni kim berdi ularga? Biz berdik. Biz bergan rizqni Alloh berdi deb shukr etishisidan chiqim qiladi degan ma'no foyda qilmaydi. Agar yunfiqun marzaqnahum degan bo'lsa, normal ma'no chiqadi. Biz chiqim qiladi deb. Va marzaqnahum deganki biz ularga bergan rizq degan gap muhim bo'lganligi uchun, ya'ni chunki u rizqni ularga biz berdik, boshqasi emas. Biz berdik. Biz bergan rizqdan chiqim qiladi degan gapi. Biz bergan rizqni tunib, yani mana bu rizqni Alloh berdi menga deb shuni tunib, uning kenidan chiqim qiladi. Val muradu bihi zakah. Bu yerdagi va mimma razaqnahum yunfiqundiki bu yerdagi sadaqatdan iroda qilingan zakatdir. Nemishqa? Chunki iqtirani bis salah. Bu yerdagi namoz o'qiydi degan namoz bilan juplashib kelganlik, chunki namoz degan zakatniki uqtuha qilindishidir. Yoki avhiya va g'ayruha, yoki bu zakat va zakatdan boshqa yaxshilik yo'llarida sarf qilinadigan chiqimlar. Nemishqa limajihi mutlaqa.
ومما رزقناهم ينفقون deb mutlaq muqayyad kelmedi bu yerda. ومما رزقناهم ينفقون zakatan fi sabili zakat deganda bunda muqayyad kelmay, muqayyadsiz holda kelishi, mutlaq holat kelishi nimani ko'rsatadi? Umumni foyda beradi. Ya'ni jimi sadaqat, nafli sadaqat, farz sadaqat hammasi ma'mani yaxshi, lekin men degan tabiat kelganlik uchun shunga zakat degan terpi bir oz nima qiladi? Kuchlanadi. Uni yeni boshqa tarafga hamla qilib bo'ladi. Qaysi tarafga? Ya'ni isrof qilib o'tmay, buzib chekib o'tmay, hammani tukib o'tmasdan bilish degan qatag'ini hamla qilib yotqizg'ili bo'ladi. Endi va anfaqa shay'a va anfadahu deb keladi. Va anfaqa shay'a va anfadahu. Bir shayni chiqim qildi, bir narsani chiqim qildi va anfadahu tugatib degan bu ikkisi akhawan, ikkisi bituqqan, ikkisi qarindosh. Keyin nafaqa shay'a va nafada deganga o'xshash. Biz musannif biz megan ilmul istiqoqda bir ilm bor. Ilmul istiqoqda. İstiqoq 4 xil bo'ladi. Biri istiqoq sag'ir. Yana biri istiqoq kabir, yana biri istiqoq akbar, yana biri istiqoq kubbar. İstiqoq sag'ir degani normal istiqoq. Ya'ni daraba yadribu, darban daribun, madrubun, lam yadrib, la yadribu, yadrib, li yadrib, madribun, midrabun, la tadrib. Adrabu degan ma'lumimiz nima? İstiqoq sag'ir, normal istiqoq. Endi istiqoq kabir degani-chu, istiqoq kabir degani bir kelimede mesela bahara, habara, rahaba degandek ushalib keladi. Ushalib keladi. Lekin ba'zida bu harfni ba'zida oldi, ba'zida keyin keladi. Ba'zida oldi, ba'zida keyin, lekin ushalib. Bu istiqoq kabir deb ataladi. Istiqoq akbar degani-chu ushalib keladi, lekin buniki ikki harf o'xshab qoladi. Bir harf o'xshamaydi, lekin ma'nosi o'xshaydi. Ma'nosi o'xshash, lekin harflari o'xshash emas. Ma'nosi o'xshash, lekin sulasiylikqa hamjiyatga o'xshaydi. Maus nima deb ataladi? Istiqoq akbar deb atalmasa, xuddi mishaydi kerak mana. Masalan, nima anfaqa, nafada, nafaqa degan istiqoq akbar. Chunki bu ikkisining ma'nosi o'xshab, cho'ng jihatdan ma'nosi o'xshaydi. Shundan bunday deydi, buni istiqoq akbar deydi. Istiqoq kubbar deb keldi, istiqoq kubbar degani masalan hayya ala salat degandan hayy hala. Ondan bismillahirrohmanirrohimning basmalani chiqargandan nima deb ataldi? Istiqoq nima? Kubbar deb ataladi. Mana kalon tutulama. Deydiki akhavan degani ya'ni istiqoq akbar deb chiqqan degan gap. Kanafaqa va nafaqa shay va nafadahu deb bizga da'vat etdi. Va kullu ma jaa mimma fa'uhu nunun ve aynuhu fa'un fadalun ala ma'na al-khuruj ve zahab. Yani her qandaq buniki pasi nun degan pa'ni udusida fa'alaning fasni udusida kelgan harfi nun ve aynuhu degan fa'ala degan aynu udusida kelgan harfi dallamlab qolgan so'zning hammasi nimaga dalolat qiladi? Chiqish va zahab ketishga dalolat qiladi. Bishadiki nafada, nafaqa degan ikkisidan birinchi harfi nun, ikkinchi harfi nunni nima ekan? Fa ekan. Har ikkisi nimaga dalolat qiladi? Nafa deb ham kelsa, binasining chiqib ketishi, yo'qolib ketishiga dalolat qiladi. Nafada degan nimasi tugab ketdi, nafaqa degan bu chiqib ketdi. Chiqirib ketdi. Har ikkisi chiqib ketganga va nima yo'qolib ketganini ko'rsatadigan narsa. Demak, istiqoq akbar degan gap, ma'nosi bir. Harflar hammasi bidak bo'lsa-mu, lekin nima ma'nosi bir. Cho'ng jihatdan ma'nosi bir degan gap. Istiqoq akbar deb ataladi. ودلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان. Bu ayet kelime amellerinin imandan emas ikenligiga, yani amellerinin min aslil iman gibi, amellerinin aslil imandan emas ikenligiga dalalet kıldı. Nemiş kaldı? Haythu degan şu cihettin ki atafas salate ve zekate alel iman. Allah Teala salatni, namaz bilen zakatni imanға atf kıldı. Vel atfu yaqtadil mughayara. Atf degan mughayarani taqazzo qiladi. O'xshamaslikni. Bir narsani, ya'ni o'ziga o'zini qo'sh joiz bo'lmaydi. La yajuzu atfu shay'i nafsuhu ala nafsihi. Bir narsani o'ziga atf qilish joiz bo'lmaydi. Biz savol qilish mumkin bo'lgan min atfil xos ala al-am deb savol qilish mumkin. Atfil xos ala al-am degan bo'lsa, hemish bo'lmasligi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda qanday aytgansa,
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله وعمل صالحا devamlı innellezine amenu ve amilü salihata devamlı edip birlik getirdi. Demek bu etfas alel am babında emas. Etfas alel am degan az kip qoldi. Bayatki kep qoladigan narsa. Lekin heymish kategoriyani nimani bildirdi o? Bu ikkisini tagayyur ekanligini, o'xshamaydiganligi. Demak, aslul iman biz degandek aslul iman shu 6 iman. 6 iman aslul iman. Qolgan kamalul iman, shu'abul iman bular hammasi amallar bilan ziyoda bo'lgan kamaydigan iman bu shu deb atiladi. Endi bu yerdagi Alloh taoloning yu'minuna bil g'ayb degan hammasi asli iman. Unga endi yuqimuna sala va mimazaqna yumfiqna muttaqin degan nomni edish uchun nima asli iymonni va kamalul iymonni jamlaganda undan keyin muttaqi degan nomni og'ir bo'ladi. Ammo asli iymonni g'alam jamlab qo'yib kamalul iymonni jamlamasa muttaqi degan nomni og'ir bo'lmaydi. Ammo yeni bir qancha masala aslul iymon yo'q bo'lmoqcha nima iymon yo'q bo'lmaydi. Shu mujaqda Mu'tazilaga o'rayna deydi Mu'tazilalar gunoh ma'siyat o'tkazib inson gunoh kabira o'tkazsa iymonning doirasidan chiqib ketadi, kufrning doirasiga kirmaydi deb iymon bilan kufrning o'rtasida bir dona al-manzil baynal manzilatayn deb manzildan birini yasab chiqdi bular. Mu'tazilalar. Kafirlik qilmaydi, iymonni chiqib ketadi deb. Lekin xavorijlar uchun nima dedi? Xavorijlar inson gunoh kabira o'tkazsa iymonni chiqib ketadi, kafir bo'ldi degan hukmni chiqardi. Ahli sünnet bu işkisi oturdu. Ondan demeydi, bundan demeydi. Ahli sünnet insan eğer şu günah kabir ötküzepseli filan imanın esliden çıkıp gitmeydi. Lakin kemal imandan çıkıp gidiyordu. Bu cadı pasık diyen hüküm kırıp kaldı. Pasıklık mı arası? Pasık buludu. İman insan kaçan hemen terk etse amel ibadetten terk etse pasık degan bab fikir oldu, kafir degan bab fikir. Ta ki 6 imanning biriga inkor qilmoqchi. Undan keyin bir odamni masalan gunohkor odamni o'ylab qolsa kafir bo'ldi deb namoz o'qimaymiz degan bo'lmaydi. Anladin? Payg'ambar alayhisolamga munofiqning namozni o'qimas haqida oyat tushgan xos edi payg'ambar alayhisolamga. Lekin bir odam namoz o'qimaydigan yoki yaxshi taqvo masalasini o'ylab qolsa bu kafir, namoz o'qimaymiz deyishga bo'lmaydi. Müslüman oldu mu? 6 iman etti mi? Bunun namazını okuşumuz gerek. Peygamber Aleyhisselam'ın xas bo'lgan o hükümni başka biz bu namaz okumaymiz bu adam namaz okumaydı deb setqa qilolmaydi. Rahmat qilish qilmaslik Allohning ilkidagi ish. Allohga shirk bilan keltirmasa, Alloh taolo xolis mag'firat qiladi. Xolisa azoblaydi Allohning ilkidagi ish. Biz uni do'zaxga tiqib o'tmaymiz. Yani ahli sunnat va jamoat xulosatul kalam, ahli sunnat va jamoatning aqidasi bir banda gunohi kabir bilan kafir bo'lib ketmaydi. Lekin fosiq bo'ladi. Do'zaxga kiradi. Kuyib Alloh xalqiga muddat kuyib gunohsiz tushib kelgandan keyin Allohning rahmati bilan yana qalbidagi asl iymon bo'lgan iymonning sababi bilan qalbida zarrachilik iymon bo'lsa keyin chiqadi jannatga. Bu shu ahli sunnat va jamoatniki aqidasi ham dalil kuchli. Bugungi darsimizni oxirlashdik va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.